Gemorroy bo'lganlarni dardlarini ham eshitdim. Hattoki bir soatcha qolib ketishar ekan. Bu kasallikni boshimdan o'tkazganim uchun aytyapman. Buni azobini, buni og'riqlarini, buni achchiqligini o'zimda his qilganman. Bugungi kunda gemorroy kasalligidan kasallanganlar soni juda ham ko'payib boryapti. Xo'sh, nega? Masalan, uzoq yurtda og'ir mehnat qiladiganlar, uzoq o'tirib ishlaydiganlar u haydovchilar va serfarzand ayollarimiz homiladorlik paytida farzandini o'lib tirilib dunyoga keltirgan paytida gemorroy kasalligini orttirib olishadi-da va xijolat bo'lib yurishlariga nima deysiz? Sizni ham gemorroy qiynayaptimi? Uni deb oddiy o'tirish ham azob beryaptimi? Vaqtinchalik mahsulotlar bilan qachongacha o'zingizni aldamoqchisiz? Operatsiya narxini esa bilasiz. Men sizlarga tavsiya bermoqchiman. Bu qo'limdagi Gemopro mahsulotini bilasizmi? Tabiiyligida gap ko'p. Buni svechasini o'sha qadimdan ishlatilib kelayotgan g'oz yog'idan tayyorlashgan. Ko'pchilikka ma'lum, ota-bobolarimiz shamollaganda ham, teri kuyganda ham va hatto shu gemorroyni ildizi bilan so'rilishida ham g'oz yog'idan foydalanishgan. Bu mahsulotni svechasidan tashqari damlamasi ham bor. Bu sizdagi qabziyatni oldini oladi. O'z qobig'ingizga o'ralib, og'riq va xavotir bilan yashashdan ko'ra, bugunoq sog'lom va xotirjam hayot uchun harakatni boshlang. Gemorroy bo'lsa, Gemoprodan foydalaning. Mahsulot qo'shimcha sifatida kompleks ishlatiladi. Ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, mutaxassislardan konsultatsiya oling va mahsulotga buyurtma bering.